Zarmet universitetida ustoz bo'lmoqchiman. Menga talabalar bilan suhbatlashish, ular bilan muloqot qilish yoqadi. Bu menga energiya beradi. Barcha ustozlarimiz professional hamda o'z kasbining ustasi bo'lganligi uchun shu yerda tanlaganman. Mendan oldingi o'qigan opalarimiz maqtashgan Zarmet universiteti haqida. To'g'risini aytsam, birinchi marta grant yutganini eshitganimda ishonmadim. Bu men uchun juda ham katta motivatsiya bo'ldi. Ota-onamga aytganimda, ular mendan faxrlanishdi. Мои родители были очень счастливы и очень удивлены, и они сильно гордились мной. Это самое лучшее, то, что человек может почувствовать, гордость своих родителей. Когда я получила первую стипендию, я даже не знала об этом. А когда сказали, что меня назначили на стипендию, я была очень удивлена и была очень сильно рада. А потом, после получения, я сообщила родителям, просто начала копить. Men Abduhakim Shodiyor, Zarmet universiteti davolash yo'nalishi 2-bosqich talabasiman. Men Farangiz Hamroqulova, Zarmet universiteti filologiya ingliz tili yo'nalishi 1-bosqich talabasiman. Я Умархонова Мафтуна Умидовна, студентка 2-го курса и будущий педагог. Birinchi navbatda meni o'zimni qiziqishim bo'lgan, ingliz tilini o'rganib, chet davlatlarga sayohat qilish bo'lgan. Meni birinchi ingliz tili ustozim meni undaganlar, ingliz tilini o'rganib, чтобы katta mutaxassis bo'lishim uchun birinchi dalda bergan ustozimlar. Я выбрала педагогику, так как я очень сильно люблю детей, работать вместе с ними. А дети для меня какое-то вдохновение необычное. Bu sohani tanlashimga sabab bizada shifokorlar oilasi bo'lganligi uchun oilaviy muhitdan shu sohaga qiziqish bo'lib, shu sababli shu sohani tanlaganmiz. Зармет — это место возможностей. Тут обучение идет очень масштабно. В Зармете очень красивая атмосфера. Это очень помогает для успешного и хорошего обучения. Zarmet universitetini tanlashimga sabab eng avvalo bu yerdagi zamonaviy shart-sharoitlar, barcha fan texnologiya bu yerda zamonaviy bo'lganligi uchun, keyin barcha ustozlarimiz professional hamda o'z kasbining ustasi bo'lganligi uchun shu yerda tanlaganman. Birinchi navbatda mendan oldingi o'qigan opalarimiz maqtashgan Zarmet universiteti haqida va bu yerdagi shart-sharoitlar, kutubxonadagi sharoitlar, barcha kitoblar bizga tayyorlab, hozirlab berilgan va bu yerdagi professorlar, o'qituvchilar, ularning dars berishlari, dars jarayonlari menga juda yoqadi. Zarmet universiteti menga yaxshi networking, sifatli ta'lim va o'qishim uchun yaxshi sharoitlar yaratib berdi. Bu menga kelajakda yaxshi shifokor bo'lib yetishishim uchun katta ko'mak beradi. Университет Зармет дал мне качественное образование, верных друзей и веру в себя. Никогда не сдаваться, верить в себя, в свои силы и продолжать работать над собой. 2025-yil Zarmet universitetiga 50% grant g'olibasi bo'lib qabul qilindim. Men Zarmet universitetiga qabul qilinganimdan boshlab juda ko'p do'stlar orttirdim. Professor o'qituvchilar tomonidan sifatli ta'lim oldim va grant sohibasi bo'ldim. Ta'sischi stipendiyasini yutgan vaqtimda ilk taassurotim juda ham xursand bo'lganman va bu stipendiya men uchun juda ham katta motivatsiya bo'ldi va kelgusida harakat qilamiz grantni ham olishga. To'g'risini aytsam, birinchi marta grant yutganini eshitganimda ishonmadim. Bu men uchun juda ham katta motivatsiya bo'ldi. Когда я получила первую стипендию, я даже не знала об этом. А когда сказали, что меня назначили на стипендию, я была очень удивлена и была очень сильно рада. Потом, после получения, я сообщила родителям, просто начала копить. Bu yutuqqa erishganimda oilam juda ham xursand bo'lishdi va menga yanada katta ishonch bildirishdi va kelgusida ishonchlarini oqlash uchun grantga ham harakat qilaman. Мои родители были очень счастливы и очень удивлены. Они сильно гордились мной. Это самое лучшее, то, что человек может почувствовать, гордость своих родителей. Ota-onam eshitganlarida juda ham quvonishdi, faxrlanishdi va sen bundan ham katta marralarga erishasan deb meni qo'llab-quvvatlashdi. Meni eng ko'p qo'llab-quvvatlaydigan inson bu ota-onam hisoblanadi va ota-onam doimo menga ishonch va motivatsiya bildirib kelishgan. Meni birinchi navbatda ota-onam har tomonlama qo'llab-quvvatlashadi va meni shu darajaga yetib kelishim uchun o'qituvchilarim bilimimni mustahkamlaganlar va ularga rahmat deb qolaman. Это мои родители, моя семья. Они для меня опора. Именно благодаря их
мотивациям, их поддержкой я достигаю всего этого. Men o'zi travmatolog ortoped yo'nalishini tanlamoqchiman va qayerda bo'lishidan qat'iy nazar o'zimni yetuk mutaxassis va xalqqa va ota-onamga foydasi tegadigan shifokor sifatida ko'raman. 5 yildan keyin Zarmet universitetida xuddi o'zimga o'xshagan birinchi bosqich talabalariga ustozlik qilib, ular bilan muloqotni kuchaytirib, ularni jamiyatga mutaxassis qilib yetishtirish uchun harakat qilayotgan o'qituvchi sifatida ko'raman. Я вижу себя профессиональным педагогом, который не оставит учебу после получения диплома, а продолжит учиться и работать над собой, а также лучшим наставником для своих учеников. Kelajakdagi asosiy maqsadim o'z soham bo'yicha yetuk mutaxassis va professional shifokor bo'lib, bemorlarga qo'ldan kelgancha professional yordam ko'rsatish. Kelajakda o'z kasbimning mutaxassisi bo'lib, Zarmet universitetida ustoz bo'lmoqchiman. Menga talabalar bilan suhbatlashish, ular bilan muloqot qilish yoqadi. Bu menga energiya beradi. Моя главная цель стать настоящим педагогом, и не только педагогом для детей, но и наставником, путеводом для жизни, чтобы вдохновлять каждого ученика и верить в их успехи.